Pa. Hmm. O'zi sizlar allaqachon shu yerdamisizlar? Nima gap? Tuzimizda charchamayapsizlarmi? Sizlar bilan mazir tekisman. Atrofga bir qaranglar. Tashqarida nimalar bo'layotganini sizlar ham ko'ryapsizlarmi? Qayerdan ko'ryapsizlar? Sizlar ichkarida telefon ko'rib o'tiribsizlar-yu. Aynan meni kanalimga kirib. Mayli, kirganinglarga yarasha shu videoga bitta like bosinglar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa tashqarida nimalar bo'layotganini sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Aytgancha, ekran qarshisiga yaqinroq kelibsizlar, demak yeb ichishga narsa olib kelinglar. Chunki bu video juda ham qiziq va kallasi agar juda ham qattiq ishlab ketganlar bo'lsa, ular uchun biroz sirlarga boy va qandaydir bir ma'noga ega bo'ladi. Lekin aslida ma'nosiz, ishonavering. Agar ma'no topsanglar, kommentariyada yozib qo'yinglar. Kunni nimadan boshlayman? Bo'ldi. Короче, bu meni YouTube sahifam va kanalga obuna bo'linglar. Har doimgidek like, kommentariya va shunga o'xshash bla bir nimalar. Aytgancha, uyimga ahamiyat berishinglar mumkin. Hamma 13-qishloqda mazza qilib kontent yuritsa, bugun men alohida uyda kontent yurityapman. Lekin videodagi asosiy maqsad bu uy bo'lmaydi. Videodagi asosiy maqsad tashqariga chiqib turib, aslida tashqarida nimalar bo'layotganini ko'rish. Mayli, hozir biz 13-qishloqqa tashrif buyuramiz, chunki butun boshli youtuberlar yoki bo'lmasam Minecraft auditoriyasining barchasi 13-qishloqni juda yaxshi bilishadi va u yerga borgandan so'ng u yerda nimalar bo'layotganini barchasini sizlar bilan ko'rib, alohida tanishib chiqamiz. Bo'lmasam qani ketdi. Va aytgancha, uyda narsam qolib ketdi, shuni olib chiqib olay. Voy. Oppa, mana unutgan narsam kerak debman. Unutgan narsamni olib chiqdim. Bu hayotimning bir qismi va men busiz hech qachon yashay olmayman. Aytgancha, hozir menda problema bor, chunki 13-qishloqqa yetib olish uchun mana shu yerdan o'tishim kerak va adashmasam do'stimni kemasi bordi. Unga qo'ng'iroq qilaychi, meni nariyoqqa tashib qo'yarmikan? Xo'sh. Zertex qo'ng'iroq qilyaptimi? Uf. Nimaga qo'ng'iroq qilyapti ekan? Doim bir muammosi bo'lsa qo'ng'iroq qiladi, mayli. Allo, eshitaman, ha do'stim. Nima gap? Tuzukmisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi, rahmat. Bandroq odam, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Tinchlik. Shunchaki sendan bir narsa so'ramoqchi edim. Mayli, so'raver, shu yerdaman bemalol. Senda bu anaqa yo'qmi? Nima deydi? Qayiq yo'qmi? Axir sen qayiqlarni rentga berarding-ku. Mendami? To'g'risini aytsam, hozirda bitta ham bo'sh qayiqning o'zi yo'q. Shuning uchun o'zimniki ham hozir band. Berib qo'yganman. Pul juda ham kerak edi-da. Pulni berardim. Unda mayli bo'pti, qo'yaver, keragi yo'q. To'xta do'stim, topamiz. Yo'q, bo'ldi, rahmat. Mayli bo'pti. Yo'qoli, baribir bir tiyin pul bermaysan, senga ham beramanmi shuni, bari. Mayli, rostdan ham uni kemalarida balkim biror bir muammo bordir, balkim xijolat bo'lgandir. Nima qilaman uni xijolat qilib? Deyishning o'rniga, iflos la'nati. Falokat bermada, qanaqa odam hozir mendan endi qizg'andi-da. Mayli, jazoini bersin, falokat. Ishing umuman o'xshamasin. Bari sendaqa do'stdan do'st bo'lmagani yaxshi. To'g'rimi obunachilar? Bunaqa do'stdan do'st bo'lmagani yaxshi. Ketdim qarochisi. O'zim ham pishkom yetib olaman, nima? Mana bu 13-qishloq. Hamma kutgan 13-qishloq mana shu bo'lsa kerak. Sizlarga ko'rinmayaptimi? Chunki sizlar hali ham like bosmagansizlar. Shuning uchun like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'linglar. Men tezroq 1000 ta obunachiga erishishim kerak. Hozir esa sizlarga 13-qishloqni ko'rsataman. Oppa, bu mana sizlar ko'rib turgan 13-qishloq. Lekin atrof nimagadir biroz g'alati. Xo'sh, mayli, atrofga bir nazar so'raylikchi. Oppa, bu yerda nima bo'lyapti ekan? Bu yerda menimcha kirib ko'rsammikin? Voy, bu yerga kirma, u yerda videorolik olish kerak. Bo'ldi, kechirasiz. Bu yerga kirmaganim bo'lsin. Qaytib kirmayman, qaytib yaqinlashmayman. Meni ming bor kechirasizlar. Nimaga hamma jitilar bu yerda to'planib? Oppa, mana bu taniqli youtuber, men buni taniyman. O'sha 200lamachi Og'uzar Do'dir youtuberlardan biri. Xo'sh, bunisini ham taniyman. Bu ham bir Do'dir, lekin mana buni esa nimagadir tanimadim. Bu yerda nima qilib turibdi? Mayli. Ulardan hammasidan ko'ra o'zim zo'rroqman. Salom jitilar. Salom. Jatroqot, agarda biza bilan video olmoqchi bo'lsang, unda izurutlar pulini ber. Izurutlar berganda, xohlasang nima desam bo'ladi. 1 soatda 4 ta video olib ketsang bo'ladi. Keyin esa bilganingni qilaver, lekin pulni qo'yib to'lab qo'y. Tinchlikmi? Sizlar o'sha videolardagi qishloq qilamizlar? Biz o'sha videodagi qishloq qilamiz demaydi. Lekin sizlar videoda unaqa emasdinglar-ku. Sanga nima qizig'i bor? Sen pulni to'lab qo'y, bo'ldi, rezultatni o'zing ko'rasan. Mayli bo'pti, mer bilan gaplashishcha. Mer, qishloqdagi ishlar qalay?
Qishloqda san turasan, tete, bu yoqda biznes, bu yoq qanaqa qishloq, bu yoq shunaqangi zo'r joyki. Mer ish qilib bu sizmisiz? Nima, san u videolardagi merni aytyapsanmi? Boshqa kim bo'lishi mumkin? U videolardagi mer, u videolarda tushundingmi? Bu yerda hech qanaqa mer yo'q. Bular prosta aktyorlar, o'xshar. Nimagadir mani tanigandek gapiryapsiz. Ha, 1-2 marta ko'rib qolganman. O'zicha YouTube'ga chiqib olib, qanaqadir bir g'alati detskiy videolar olasan. Lekin o'sha videolarda Mana boshimni qotiryapti, boqib ishlar bor. Soqqali bilan ketyapti. Puling bo'lsa, senga xizmat ko'rsatishga tayyormiz. Shu boshqa senga qanaqadir bir yengilchiliklar yoki bo'lmasa qanaqadir bir narsalar ko'rsatib beramiz. sizlarning karomatinglar demak shunaqa ekan. Okey. Nimaga bu qishloqda bunaqa juda ham ko'p kameralar? Qiziq. Salom, siz ham qaysidir bir youtuberlardan biri bo'lsangiz kerak-a? Ha, menimcha o'shalardan birisiz. Aka, to'g'risini aytsam, men sizni taniyman, balkim birga video olarmiz. Ularchi, ular bilan nimaga video olmayapsiz? Misol uchun, qizil kiyimda turgan tentak juda ham taniqli va unchalik ham taniqli emas, to'g'ri, lekin Minecraft auditoriyasidagilar uni tanishadi. O'sha bilan video olmaysizmi? Bu xonada juda ham ko'proq auditoriyaga ega bo'lardingiz. Ularning yoniga borsam, meni so'kib, jo'natib yuborishyapti. Lekin aslida men ularning fanatiman va har biriga obuna bo'lganman. Hatto mana bu videolarni ham juda ham yaxshi kuzatardim. Ha, shunaqa deng. Demak, tushunarli. Ular sizni haydab yuboryapti. Ha, bir tiyinga ham ilmayapti, lekin aslida sizlar bo'lmasangiz, ular. No mayli, bu mavzuga keyin to'xtalamiz. Men 13-qishloqni aylanmoqchiman, chunki bu juda ham taniqli qishloq va butun boshli youtuberlar mana shu qishloqda video olishadi va bu qishloq o'ylaganimdek ham zo'r emas ekan. Oppa, mana bu yerda qanaqadir bredagalar, ya'ni o'quvchilar, o'smir yoshlar. Ha, men qatori desam adashgan bo'laman, chunki man Zertex mo'ylovli bratoxela bo'laman. Voy, mana bu kamera bu yerda nima qilib turibdi? Keling jigarim, kelishingiz mumkin. Siz tushunmadim sizni. Qayerdadir ko'rgandekman. Menimi? Chiki baba endi foto endi fa. Men o'sha hamma taniydigan qora bo'lmish bo'laman. Bitta intervyu berishim 48 ming so'm. Bu bor, undan ko'ra o'sha pulga cho'miling, iltimos. Juda ham sasib ketibsiz. Tushunmadim, nimalar deyapsan? Nima deyapsiz? Hozir bir basharasiz buzib qo'yaman. Sizlar hozir hammanglar boring, intervyu olmasangiz bu yerdan yo'qoling. Bo'ldi. Ming bor uzr, meni kechiringlar. Men bu yerda ortiqchaman, a. Brat juda ham sasiyapti, to'g'risi. Bilmadim, bitta dush qabul qilsangiz bo'lardi. Siz shuncha bola nima shulardan o'rnak olyaptimi hali? Ha, mayli. Tushunarli. Balkim bu qishloqni tepadan kuzatarman. Bu qishloqda o'zida nimalar bor, nimalar yo'q. Menga juda ham qiziq bo'lyapti. Aytgancha obunachilar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Sizlarning fikringlar qanaqa? Sizlar ham buni qo'darmani maza qilib kuzatasizlarmi? Chunki bu yerda ko'rib turganlaringizning aksariyati juda ham mashhur. Oppa. Bu endi kim bo'ldi? Assalomu alaykum. Menga qara ukam. Puling bo'lmasa, bu yerdan tez yo'qol. Nima? Men sizga hali biror narsa deganim yo'q va bu qishloqdagi eng baland bino va bu bino orqali butun boshli qishloqni kuzatish mumkin. Yo'q, bu men territoriyam va men bu yerda kontent qilyapman. Sizni tanimayroq turibman. Uzr. Chao. Это Stilnitano. Nima? Men Stilnitanoman. Jonsan, men bu stillarni mendan o'rgangan. Buni butun boshli internetga olib chiqaman. Nima, internetga devor orqali joylaysizmi mana bu ustingizdagi ko'rinishni? Yo'q, shunchaki tayyorlanyapman qanday qilib chiqishni. Lekin brat, sizga aytsam bor, bu kiyimlarni barchasini eski bozorda, nima deydi, lo'lilar olib chiqib sotadigan joy bor-ku, o'sha yerda ko'rganman-da. Bu ustingizdagi kiyimlar juda ham bir g'alati va ulardan aynigan hid kelyapti. Bora yo'qolay, sen nimani ham bilarding? Mayli bo'pti, kamerangiz bormi? Yo'q, hozir pastdan vaqtinchalik kamera olaman. Uni ishlataman va ommaga qanaqa stilda kiyinishni ko'rsataman. Hatto kamerangiz ham yo'qmi? Mayli. Telefon nomeringizni olib qolsam bo'ladimi reklama bo'yicha? Hech qanaqa telefonim yo'q. Agar biror bir reklama kerak bo'lsa, yonimga kel. Mayli. Keyingi safar kelar mana. Bu yerdan tezda yo'qolganim yaxshi. Boyatdan beri bu qishloqqa keldim, atrofni aylandim, lekin unchalik ham yaxshi emas. Balkim qishloqdagi eng qiziq joyini ko'rarman, lekin o'ylashimcha u yerdan ham hafsalam bir bo'lib chiqib ketadi. Chunki men bu qishloqni bunaqa deb o'ylamagandim. Qayerga qarama kameralar va qandaydir g'alati odamlar, hattoki
youtuberlar ham ko'ringandek emas ekan. Mayli, lekin mana shu joy meni juda ham qiziqtirdi. Baribir chiqib ko'rmasam bo'lmaydi. Garchi u yerda bunlardan ham battar xudbin odamlar bo'lsa ham. Pappappa, oho, juda ham baland ekan va juda ham g'alati ko'rinyapti. Ha, u yerda menimcha qandaydir bir boss bo'lsa kerak. Ya'ni mana shunaqangi g'alati blogerlarning bir bossi bo'lsa kerak-da. Oppa, bu yerga kirish uchun shunchaki kirkami, bo'ldimi? Bu qanaqadir topishmoqqa o'xshaydi. Axir biz oldingi zamonda emasmiz-ku, shunchaki eshik qo'yib qo'yinglar, bo'ldi, tamom. Oho. Balaga rostdan ham bu yerda qanaqadir bossga o'xshaydi. Ana tushunmadim, nimaga ochilmayapti? Tushunmadim. Ochila qol, sangchi. Ochildi. Salom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda nima qilyapsan? Oppa. Bu qanaqa joy bo'ldi? Tushunmadim. Nimaga siz bunaqangi bir xuddi qorong'u joyda turganga o'xshaysiz, lekin atrof porlab turibdi. Kitoblar yerda yotibdi. Kel, kitoblarni bosaver, bemalol. Baribir ular keraksiz. Ayni paytda. Yo'q, to'xtang. Shu nimagadir bu yerda kerakli narsa borga o'xshayapti. Janob, men ismim mayli, ismimni aytmay qo'ya qolay. Men mana shu yerda butun umrga zanjirbandman. Nima butun umrga? Bu yer o'zi qanaqa joy? Nimaga bu yer bunaqa ko'zni olyapti? Bu yerning nomi Qalb deb ataladi. Nima? Qalb. G'alati nom ekan, to'g'risini aytsam. Lekin bilasizmi, sizga qanaqadir rahim kelyapti. Keling, sizni bu yerdan qo'yib bu. Bu nima esimmayapti bu yoq? Bu yer hech qachon sinmaydi dedim-ku, men bu yerga zanjirband qilinganman va bu yerdan meni hech qachon olib chiqib keta olmaysan. Nimaga? Bu yo'llarning zanjiri chunki kundan-kunga baquvvatlashib boryapti. Lekin nimaligini bilmayman. Balkim politsiya chaqirarman yoki biror bir yordamchi. Mayli, chaqirib ko'r. Mayli, shu yerda turib turing hozir. O'lla, lekin bu bratga точно yordam kerak. Juda ham och va toliqqan ko'rinadi. Xo'p, mayli. Qani, mana shu yerdan tushamiz va hoziroq politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz. Oppa. Xo'sh, 911. Qani? Gudok ketyapti. Allo, shahar politsiyasi eshitadi. Allo, assalomu alaykum. Allo, eshitaman. Va alaykum assalom. Qanaqa muammoingiz bor? Allo. Hozir bir daqiqa. Bolaga tushunmadim. Hozirgina bu yerda tushunmadim. Allo. Yo, bo'ldi, uzr kechirasiz. Bilmasdan qilib yubordim. Halokat, bu endi nimasi bo'ldi? Voy. Bunaqa mo'jizani hali ko'rmagandim. Mayli, videoga like bosish va kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Aytgandim-ku, bu video umuman sizlar uchun foydasiz.